أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك muttafaqun aleyh. Yine yukarı hadisindeki yine devamı oldu. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan yine rivayet kılındı. Dedi bu İbn Abbas dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim de Mişkat-ül Mesabih degan kitapni o'qib Kitab-ül Menasik'a kelgandik. Kitab-ül Menasik yani haj faoliyati, to'g'riliq hajniki faoliyatlari va qiliqlari mana mushu to'g'riliq Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana qandoq hadis mana rivoyat qilingan mana hajniki faoliyatini Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatiga asosan mana qandoq qilamiz. Mana mushu mazmun bo'lgan islom dinininki 5-rukni bo'lgan mana mushu darsga kelgandik. Mana bugungi darsimiz mana birinchi bobninki birinchi faslniki bir qancha hadislarniki usti to'xtaldik. Hozir endi shu birinchi faslniki hadislarniki davomini o'qiymiz. Endi bu birinchi hadisniki davomida Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis. Mana bu hadisda Ibn Abbas shuna deydi. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir ayol bilan yolg'izcha qolmasin. Yani bir namahrem ayol bilan. Yani o bilan nikoh qilsa, nikoh qilish mana bu nim bo'lgan, yani haram, tabit yo'li bilan haram bo'lgan bundaq bir ayol bilan ikkisi yolg'iz bir yerda nima qolmasin. Bu qat'iy nima emas, o durustchu emas. Oyna safar qilmasin bir ayol mana safar qilmasin bir ayol deydi, kaskanmas. O'chan o'zida bu safar qilmasin. Megar valuki shu ayol bilan mahram bor. Yani shu ayolniki o'zida mahram bo'lsa, onadiki safar qilsa, o'chaniki o'zidan bo'ladi, bu durustchi bo'ladi. Meni bo'lmasa qat'iy nim bo'lmaydi deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushtaqchu dedi. Endi bu yolg'iz er bilan yolg'iz ayol, yani namahrem bo'lmaydigan, yani ajnabiy, yot bo'lgan bir ayol bilan shu balog'at yetgandan keyingi ayol. Mana balog'at yetib, masalan, 11-12 yoshga kirib o qiz bolaniki o'zi eng kichigi bu. Mana shuningdan keyin mayli o ayol qirib shunday bo'lib ketsin, o chaniki o'zida bu er o ayol bilan yolg'iz bir yer qolishga qat'iy islom dinimizda durustchi bo'lmaydi. Nemişqa degan vaqt o'zida men islom dinimizda men zinodan iborat bo'lgan bu narsani nima qilgan, uni harom qilgan. Bu zino degan eng og'ir gunoh. Endi zino eng og'ir gunoh bo'lgandan keyin o'chaniki o'zida shu zinoga olib qolgan barliq vosita va vasilalarniki o'zini islom dinimiz sadduz zariya degan usulga asosan nima qildi, uni to'sdi. Men shu qatorda meni yolg'iz er bilan bir ajnabiy bir ayolda ikkisi bir yer yolg'iz bo'lsa, o'chaningizda yine Peygamber sallallahu boshqa bir hadisiniki mazmuniga asosan 3-shayton bo'ladi degan hadis bor. O'chaning o'zida zinodan iborat bo'lib qolgan bu narsa bo'lib qoladi. Zinodan iborat bo'lgan bu eng og'ir gunoh, bu yerda unga vasila bo'lib qolganligi sabab bo'lib qolgandan keyin mana bundoq qilish qat'iy nima emas, o islom dinimizda durustchi emas. Endi safar degan nima? Safar deb mayada mutlaq dedi bir ayol mutlaq bir safar qilmasin. Aslida bu shar'iy tarafdan safar, yeni birisi urf odatda bo'lgan bir nima va safar bor. Bu safar ikki xil. Endi safar degan nima? Shar'iy tarafda bir odam men 3 kunduz bir yer bog'dak yerga borganliginiki o'zini mana masalan hozirgi davrning o'zida 75 eng to'van
85-90 kilometr etrafında yüzdeki şehir, turvatkan şehirden çıkıp, ben aşağıya bardığan aşı yolculuğunki üzerine ne deyimiz onu sefer deyimiz. Yani bu normalde 3 gündüz mansa uya yetip çok bar demdi. Anda o andaki meyli o mayada mutlak olgandikin o çağında şer'i taraf sefer olsun ya ki normal bir sefer olsun. Yani 3 günlük bombagan ya 1 günlük 2 günlük bir sefer benim bunda bu qağa vaqtning o'zida hem bunda qalatimiz sefer çok qilmasin deydi. Ama başka hadislar tövende kelidi 2 günlük yol. Ya ki olmaydı yine başka hadislar kelidi 3 günlük yol. Digen muşta hadislar var. Anda olgandikin benim muşu hadislarga asasa bazı ulemalarımız bazıları maidesini tutudu, yine bazıları yine bir hadisini tutup mutlak yani 1 günlük 2 günlük sefer olsa mı o ayalniki özü yalğız sefer kılışkı olmaydı deydi. Yalğız sefer kılışkı olmaydı deydi. Bazıları men 3 günlük bolmasa 1 günlük ya 2 günlük sefer bolgan bir ya yani 50-60 kilometre etrafıga barıdiken o çağınki özüde bu ayalniki özü mene sefer basıp boludu dep çok qaraydı. Bunu qarta hem nima var, hedisi var. Endi bu yerda bu gapni nemish qundaq qiladi desa, biz hamda hajniki babini o'qatgan bo'lgan ekan, haj qildigan odamniki o'zi hamda yuqoriga yelsaga degandek, mana o odamning o'zi musulmon bo'lish kerak, aql bo'lish kerak, baliq bo'lish kerak degan men mushu mazmunda nima qildi o yerda yelsiga oid, mana ash mazmunga oid bo'lgan yelsichu deyildi. Endi bu safar hajniki o'zi safar bo'lgan ekan, o safar bo'lgandan ayol kishiga nisbatan bu safar qilishga to'g'ri keladi. Anda o'gandan ayol kishi safar qilaman deb qolgan vaqtning o'zida jazman u ayol kishiniki o'zi mahram bo'lmasicha bo'lmaydi. Mahram degani nima? Ya'ni o ayolniki nikoh qilish qat'iy harom bo'lgan yoki eri bo'lgan, ya'ni tabit yoki qudubajilik deganidek bunda bir shaklda harom bo'ladigan kishilar bilan o ayolniki o'zi andikin haj qilishi kerak. Şu çağımızda andikin ayolniki gerdiniga haj qilish parcho bo'ladi deydi. Endi bu hadisga asosan ulamalarimiz ayol kishiniki mana haj qilishniki farz bo'lishniki bu mahram bo'lishniki o'zi ba'zilar shart deydi, ba'zilarniki o'zi o shu haj qilishniki o'zi sabab bo'ladigan, sababga bog'liq bo'lgan narsaniki qatoridan deb hisoblaydi. Unda o'niki bizniki Hanifiy mazhabda şu ayol kishiniki masalan berib kelgan pul varken uçanlık üzerinde balagat tuttu, Müslüman tuttu, imkan tuttu. Ama o ayolniki üzeri o mehrem yok. Yani iri yok, ya ki inisi yok, ya ki dadısı yok, ya ki oğlu yok balagat yetken. Ve bu ne buludu? Mehrem buludu. Mehrem bolgandikin uçanlık üzerinde bu ayolniki ağaç sınırniki iri mehrem bolamaydı. Bu vaktlik haram o tabit. Boğan nememez o haram emez. Çünkü o ayolniki ağaç sınırniki üzerinde Mena ya şu ağaçsınınki mesela iri oldu. Uçanın üzerinde şu adiki ağaçsını ülüp kesse, uçanın üzerinde o adam şu ülüp ketken ayağındaki ağaçsını ağaççı buludu. Ama hayat vaktindeki üzerinde nikah bir nikahındaki üzerinde bir ağaçsını bir yerde cemi kılışıkçı bulmaydı. O vakitlik. Ondan onunki bu yerde tabit degan gapniki o'zidan bu çağın o'zida vaqtli harom bo'lgan bo'lsin, u qat'iy bo'lmaydi. Mana achamniki iri ekan, masingniki iri ekan, undan qo'sman bir yerga ko'ra, safarga ko'ra, u yerga ko'ra yolg'iz kelib qolay desa, islom dinimizda qat'iy durishchi emas. Shuningdek, navra tuqqanlar. Mana navra yoki aka inisiniki bolalari bilan o'ziniki bolalari mana arlashib yuradigan. Balog'at yetgandan keyin ularniki bir yerga kelish qat'iy emas, o durish emas. Çünkü o mehremçi bulamaydı. Ondan ondan şu ulemalarımız bunu asasen ayol kishiniki o'zi mena haj qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'chaningizda bu ayolning o'zi jazman mehrem bo'lishi kerak. Bu bizdeki Hanifiy mazhabdagi bu shartni qatorida hisoblaydi. Ammo Maliki qatorliq nimada bizning Hanifiy mazhabda, ammo İmam Şafii, mesela İmam Malik deydi, İmam Malik eğer o ayolniki o'ziga ishonchlik, ya'ni yo'l bexatar bundaq bir ayol bo'lgan bo'lsa, uning bilan meni berib kelishik uchanda hamroh bo'lgan bo'lsa, o ayolga haj qilish shu farz bo'ladi deydi. Endi İmam Şafii rahmetullohi alayh deydiki, şu ayolga mahram bo'lmasin, ammo berib kelish jarayonida o ayolga hamroh bo'lgan ishonchlik ayollar bor ekan.
Şu ayollarniki hamrohligida o'chaningizda haj qilsa, o'chaningizda savobli nima bo'ladi? Parcha bo'ladi. Nima qilish kerak? Mana bir ayollar bo'lib qolgan vaqt o'zida mana o ayolniki mana berib kelish jarayonida o ayolniki pul varkan, iqtisod varkan, shu chaningizda ayolniki hamrohlik bilan mana hajga borsa, o'chaningizda bu durust deydi. Bu yerda bir ixtilofchi bu shunday. Endi bu yerda safar qilishniki nima bunday deyilsa, hammasiki o'ziga tushlik nimasi bor deyiladi u. Buni qarta yana bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki mana shu payg'ambarimizniki davriniki o'zida bir odam ya Rasululloh, hozir shu atrofda mushta qaroqchi, bulangchilar ovib ketdi. Ovib ketdi, hozir qanday qilamiz degan vaqtda shu mazmunda hadis bor. Shu vaqtning o'zida payg'ambar shuna degan. Mana uzoq qolmay bir yo'lovchi ayolniki o'zi, mana Hajar yoki bir shaharni deydi, Jiroq. Mana aşağıdan bu nima Yamandan bo'lgan bir yerdan bu ayol o'zi yolg'iz mush Makkaga kelib keta oladigan bir davr bo'ldi. Siz hozir sabr qilinglar degan mazmun edisi bor. Mana buni qarag'an vaqtning o'zida ayol kishiniki mushu safar qilishligi dursunmasligi illati u chog'dagi bo'lgan mushu yo'lniki xotirjam bo'lmasligi, mushunda qabila bilan bir-birisi urush, bir-birisi bilan o'ltirish, bir-birisini ayollarini va qizlarini tutib akirib o'chanizni qul qilishdan iborat bo'lgan, yo'lniki xotirjam bo'lmasligidan iborat bo'lgan, ham jamiyatniki o'zi xotirjam bo'lmasligidan iborat bo'lgan bu ish o'chadi avjag'andan keyin shunga payg'ambar sallam bu yerda safar qilishligi durust bo'lmasligining o'zini bu yerga nima qilgan, qaratgan. Ammo u yo'l xotirjam uçanlık o'zida qanday qilibdi, bexatar bo'libdi. U uçanlık o'zida deydi o'limalarimiz, agar ashunday jiddiy bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, uçanlık o'zida safar qilsa bo'ladi degan mushundaq o'limalarimiz bor. Bu o'limalarniki ma gapiga asosan degandek nima emas, kuchuk degidicha bo'lmaydi. Endi ayol kishiniki yana birisiga, masalan, bir kafir juda musulmon bo'lgan bo'lsa, o ayol kishi ega bo'lgan hech qanday bir tuqqanlar binasi yo'q, hammasi kafir. O'chan o'zida shu ayolniki shu jutni kafirniki jutidan o'zi yolg'iz hijrat qilishga durust bo'ldi. Mana bu endi. Yana bu. Ammo undan boshqa vaqt o'zini bo'lmaydi deydi, bo'lmaydi deydigan mushtahnim bor, ko'z qarash. Degandan yilqi odam dedi, bir odam qo'yib dedi, "Ya Rasululloh, men yezilibdiman, paloni urushqa men nima qilibdiman? Yezilibdiman. Mening ismim yezilibdi." Yani ihtedebe yehtedibu dedi, ketebe yehtedibu yazdı diyen gap. İhtedebe yehtedibu diyen gap üzü. Yani şu vaktin üzüde sahabınınki üzü Peygamber sallallahu devredeki qaysi bir urush bo'lgan bo'lsa, o'shaniki üzüde bu sahabınınki hemsi emas. Ma'lum bir qismiki ismi falan chiqdi, falan yak urush vardı, ya pukonida bunda qildi deb yozdirdigan ish bor. Shu chang üzüde bu ish shu bo'lgan. Shu chang üzüde bir adam qopib, ya Rasululloh Peygamber sallallahu gapni anglagandan keyin, "Voy ya Rasululloh, men falan urushga yezilibdiman va meniki ayolim haj qilmay deb chiqib yetib qoldi yolg'iz. Uniki men erog'anim men qilib qoldim. Undan boshqa uning mahrimichi yo'q. Buni qanday qilamiz degan vaqtimizda payg'ambar sallam dediki, "Sen haj qilsan, sen ayolingni haj qil. Ayolingga hamroh bo'lib nima qilgin? Haj qilgin." deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu urushqa, jihadga shu xatlib bo'lgan odamni ashadin qaytirib, shu ayolga hamroh bo'lib haj qilishga nima qilgan payg'ambar sallam buyurgan. Unda o'g'ankim bu hadisga asosan ayol kishiniki shu yilqi haj qilishniki mana shu nemisi o sharti mahram bo'lish. Mana mahram bo'lish. Bunda bu ibodat va undan boshqa haj yoki umr qilish orqali bir ish qilib qolgan bo'lsa, mushundaq mahramniki bo'lishi. Ya'ni erniki yoki erning bo'lishi nima o shart. Ama normal seferde tehim onun buludu, o şartçı buludu. Yine Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Ayşe. Ruhsat sordum ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cihat kılış hakkında Peygamberimizden ruhsat sordum. Şimdi yalak cihat. Kur'an-ı Kerim'de cihat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ağzı çıkan bu şu cihat doğruluk faziletler ve onu bir savap üstündeki ayet edilse naat deme o cık. Anda o şu cihatka çıksa emmem mi? Nime kılay hem de savap alay. Ben bir cihat kılay. Bu işlik bu ruhsat verseler deyip nime kutlu Ayşe ruhsat soruptu. Sorga vaktimizde Peygamber dedi ki seninki cihadın nime? Hac. Hac kısanı cihat kanunki savabını nime kılsan alırsın. Ayol kishiniki cihat chiqishga bo'lmaydi. Yani bu. Eğer o ayolning kishi
Hem cihat nima o sefer. Cihat nima bo'lgan bu sefer qilish u yerga menish bo'lgan ekan. Mana haj qilishmi nima o sefer qilishdan iborat bo'lgan bu narsa o'z ichiga oladi. Unda bo'lgan ekan ayol kishiniki o'ziniki cihat maydoniga chiqishniki o'zi islom dinimizni mamnun. Qat'iy bo'lmaydi ib chiqishga. İslam dinimizin ro'yi bu. Nima qilgan? Chunki cihat maydoni degan gap atraf kafir, matraf musulmon degan gap bo'ladi. Men atraf kafir, matraf musulmon bo'lgandan keyin o'chaning o'zida musulmonniki askar mesela jih bo'lib ketsa, mesela ishonch bo'lib, rasmiy xillangan, rasmiy u tamashq qilgan, rasmiy kuchli bir askar bo'lsa, o'lmanimiz deydi, o'chaning o'zida ayollarni masalan tamoq etish, davolash va hokazo ishlari bo'lib qolsa, o'chada chiqishga bo'ladi. Ama unda bo'lmay tatib qalsa, o'chaning o'zida bu ayollarni, mana qizbal ayollarniki o'zida cihat maydoniga chiqishga bo'lmaydi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi. Siz cihat qilsang bo'lmaydi. Chunki nima uchun? Cihat xatar. Cihat xatar bo'lgandan keyin agar urushadigan, u yerda har xil ishlar bo'ladi, ipkash bir yer bo'lmaydi. Ayol kishi nima ojiz. Poktanadagi bir kafir qo'l chiqib qolsa qanday bo'ladigan keyin? Durustchi bo'lmaydi. Mana islom dinimizdagi asli ayol kishiga buyurgan mana ta'limoti nima to'g'riliq, jihad to'g'riliq mushu. Unda bo'lgandan keyin bu hozirgi davrimizdagi insonlarniki o'zi ayollarni jihad maydoni deb atilayotgan, ya'ni mohiyat jihad olmasmi, aşağı ib ketib qolgan. Nima uchun ib ketib bordi? Nima uchun ular shu yerga olib ham o ayollarning o'zi qanday kunlarni ko'ryapti? Bu kim sababchi? Nima qilgan? Nima sabab bo'lib qoldi? Çünkü onunki enida İslam dinimizdeki cihatga bo'lgan mushunda ko'z qarashi onunki to'g'ri bo'lmagan ekan. Ham buni bilamagandan shu sababda xato yo'lga mengib, shu sababdan ashtaqchi bo'lib qoldi. Shundan oyat xaymedi va undoq, mundoq, voy kommunist ani qo'lib qilib qoldi, mundoq jaqiragan hech odamni qo'li yo'q. U yerda nima ish bo'ldi? U bizga omonat. Endi bizning qo'limiz nima keladi? Duodan boshqa narsa kelmaydi. Muşunda hafızlıktan ibaret olan İslam dinimizdeki ta'limotga uymaganlik sebepten şunu Allah bularni jazolab açtaqchi qilgan. Payg'ambar deydi, "Meni tövende keladi, sening jihadingni hech jihad qilishga bo'lmaydi" deydi. Unda o'yladim, ayol kishi agar jihad qilib ketsa, meni haj qilsa, o'chaniki o'zida hajniki o'zi jihadniki nemisini oladi, savobini oladi. Ham o ayolniki o'zi mana hajdan iborat olan farzni ado qilishdan boshqa hem uniki savobi, hem jihad qilishning savobi men 3 xil foydalangan gap. Yani bu. Onu da başkayna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ta'limoti sünnet bo'yicha amal qildi deb 4 foyda bo'ladi. Haj qilsa, jihad shu yerga bormasa, hozir islom dinini qo'shini nima bir xatarlik o'zini qo'diy oladi? Nima qo'diy oladi? Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Hem yukarıki ilişki hadisi İmam Bukhari, İmam Müslim'in nima qilgan rivayet qilgan. Anda oğandayken ayol kishiniki jihad qilishga, jihad maydoniga chiqishga bo'lmaydi ekan. Yani ayol kishiniki o'zi mana jihad qilman deb qolsa, haj qilishga bo'ladi ekan. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet qildi. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, safar qilsin ayol kishi bir kech kunduzlik joyga nima qilsin, safar qilsin, megarlar uni bilan o ayol bilan mahremning egisi var. Mahrem degan gap, yani o ayol bilan nikoh qilish mangu harom bo'lgan kishilar var. O kim o? Otasi, aka, enisi, bolalari. Mana o ayolning nimasi bo'ladi? Mahrem bo'lgan bo'ladi. Hamda oyatda deganimizdek, yalqi mahremning o'zi yalqi harom bo'lganning o'zi tavqiti emas, vaqtlik emas. Yani ojisingniki mana iadari o hargiz bu ayolga mahremchi bo'la olmaydi. Yani bunu qilish kerak. Shuningdek, mana navri tuqqanlar var. Çevre tuqqanlığındaki üzü, mana bu oğlağa ne bulamaydı, mahremçi bulamaydı. Fakat o ayağındaki üzü tegse, mana o adam asa qat'i aram oldu mengu. O kavga atısı, mana oğlu, aka inisi, tağılları. Şuningdek, mana o ayağındaki üzündeki nemisi kanatısı. Bular hemmesi nima o mengu dema o haram. Mana bularniki o'zi o ayolga nima bo'la oladi, mahram bo'la oladi, uning boshqasi nima bo'la olmaydi, mahramchi bo'la olmaydi. Unda o'yladim, yani bu hadis asosan, yani shu ayolniki haj qilma degan vaqtdagi o'zida jazman ya eri yoki mahram bo'lgan bir tuqqanlari bo'lishi, hamra erkak, hamra tuqqanlari bo'lishi kerak. Yine İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Endi yuqorqi hadis asosan ayol kishi mana yuqorqi shartlarni tepilibdi. Mesela pul, hokazo bir narsa borkan,
o ayolniki haj qilaman deb mahremsiz chiqishniki o'zi nima emas, o durustchu emas. O ayolga haj farz emas. Mana aniq bilib olishimiz kerak. Şu ayolniki eri bil chiqsa yoki aka inisi, yoki otasi, yoki tog'a akillari, yoki qin otasi. Şu çağın yüzde andaki farz oludu. Şu çağ farz olup şu vaqtın yüzde imkan bor turib uçan ben bağmagan bolsa uçan günahkar oludu. Ama bunu bo'lmay turib uçan yüzde men haj qilgan kishi deb ana bizniki o'g'ri jiqib ketdigan deb. Şu neçilniki aldıda mushunda xato ishning sababidan mushu kelgan musibat bekor emas. Haramga boramay qo'ydim deb. Bu nima uchun? Başta xato ish bo'lganligi uchun. İbn Abbas radıyallahu ta'ala rivayet qildi dedi İbn Abbas. Meni miqat tak to'xtatib berdi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem. Meni ahli Madina uchun Zul Hudayfa degan joyni miqat qilib berdi, bekitib berdi dedi. Endi yuqorqi hadislarda mana bu haj qilmoqchi bo'lgan odamlarniki qandoq mana u odamlar bo'lish kerak. Buning ustidagi bu mazmunga to'g'ri hadislar nima qildi tugidi. Endi Ömer yoki haj qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu yerda jazman haramniki atrofida u nima va u yerda miqat deydigan yer bor. Miqat degan nima? Vaqtda vaqitu tavqit, ya'ni vaqtda yaqin miqatdan chiqqan ism nima olat. İsim alet olup bu isim aletindeki alet ma'nosi emas, makan ma'nosida. Vaqt muayyan, vaqt to'xtatgan nima joy degan gap. Ya'ni bir odam umr qilmoqchi bo'lsa, ya haj qilmoqchi bo'lsa, men bu haram bo'lgan bo'lsa, haramniki to'rt atrofida hamma yerda mana ba'zilari 10 kilometr, ba'zi 20 kilometr atrofida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushadin siz Ömer ya haj qilmoqchi bo'lsangiz yoki boshqa ish qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan siz ihromsiz o'tsangiz bo'lmaydi deb muayyan to'rt atrofini, haramniki atrofini, Ka'baning atrofini nima qilib bergan, muayyan bir joyni bekitib bergan. Bu nima deymiz uni? Miqat deymiz. Bu nima uchun undaq qiladi? Chunki eng katta joy meni yer shariniki ichida hech qanday bir yer to'g'ri kelmaydigan nima o? Ka'ba. Ka'ba bo'lganiki mushning hurmatiniga jahdidan, men hurmatini meni saqlash uchun mana uniki hurmatini, uniki ulug'ligini u odam saqlasin deb u yer payg'ambar mana atrofida mushundaq to'rt atrofida kelgan yerlarniki o'ziniki miqat qilib bergan, bekitgan. Shu vaqt o'zida ihrom bog'laysiz, o'changizda uningdan haramga tava bo'ladi, u yer hurmatini kamaytirib saqlashingiz kerak deb ashta nima qilgan, uni miqat qilib bekitgan. Unda undan keyin mana bu haramniki, mana Madina xalqi haramniki shimol tarafida. Şimal tarafida bo'lgandan keyin haramniki shimol tarafidagi Madina xalqiga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zul Hulayfa degan joyniki o'zini miqat qilib bergan, bekitib berdi. Ya'ni Madina xalqi aşağıda nima qilmoqchi bo'lsa, Ömer ya haj qilmoqchi bo'lsa, aşağıda nima qiladi? Men ihrom bog'lab, undan keyin Ömer haj qiladi. Ahli Sham uchun Juhba. Endi ahli Sham bilan Madinam asli Ka'baniki shimol tarafi. Ama Madinam şu Ka'baniki dal shimol tarafi, ma Shamniki o'zi bu Ka'baniki shu g'arb shimolga to'g'ri keladi. Unda bo'lgandan keyin shu davrning o'zida Madinamdan haramga keladigan yo'l boshqa. Ma Sham tarafdan keladigan kishilarniki mana u yana haramga haj qilamiz deb keladigan yo'llar boshqa ekan. Hozir endi bir o'tib ketdi hozir. Ularniki ham shu Tabuk kelib, Tabukdan ondan keyin Madinamga kelib, Madinamdan ondan keyin Juhbaga kelib, bu yerda ihrom bog'lab bo'ladi. Endi Payg'ambar ahli Shamga Juhba degan joyniki o'zini nima qildi? Miqat qilib bekitib berdi. Bu yerda hozir hamma yerda o'rin bor hozir. Hammadan o'qib ketdi hozir. O'sha hammadan yezib bo'g'ishmaya miqat ayağın kilometr qoldi, 10 kilometr qoldi, meni unda qilamiz deb hozir u yer masjiddan selib, do'konlarni sepashta qilib ketdi. Va ahli Najd uchun. Ahli Najd uchun haramniki sharq tarafidagi joy, ya'ni Najd degan gap asli ustun degan joy bo'ladi. Unda o'g'aniki shu haramniki sharq tarafi hozir Riyoz, men shu Bahrayn, Qatarliq men mushadagi kishilarniki o'zi A tarafdan kelgan bo'lsa, ularga meni Qal Manazil deydigan bir nima bor, joy bor. Men o'shani miqat qilib bekitib berdim. Ahli Yaman uchun men Yaman degan qaysi haramniki Ka'baniki janub tarafi. Men janub tarafdan kelgan ahli Yaman uchun men Yalamlam degan joyniki o'zini nima qilib berdi? Miqat qilib bekitib berdi deydi. Endi tahunna lahunna. Men mushu joylar
Mana şu şəhərdən, aş tərəfdən kelgan kişiler üçündür. Mana aşağı miqat qilib bergan joychi üçündür. Ve anda bir üçündür ki keldi o kişi ulagan o joyniki əhlin gayridir. Mesela Medine'deki əhlin gayri aşağıdan kipti. Mesela Necd'deki gayri olan mesela biz mesela Garp, biz Şark'tan kelimiz mesela kelgendeki Necd'nin töpüden ötümüz. Benim kişiler için. Mesela Şimal taraftan Medine'de kelgenler mesela Türkiye ve hakaza kişiler. Benim muşlar demek ki. Benim muşu kişiler için bana şu cayniki üze nim boğan boludu uçanın üzede mikatçı boğan boludu. Bir kişi çünkü bir de o kişiye hecni irade kılıdı ve ömrünü irade kılıdı. Ben hec kılımen, ömür kılımen deyip irade kalan kişilerge ben aş caylarınki üze şu cayniki kelgen ve o caydın ütbin bir şer terpideki kişiler uqqanması aşağı kelgen bolsa uçanın üzede ömür kılımen, hec kılımen deyip ulanın mikatçı muşu deydendi. Hem de hecni irade kısa, ömrünü irade kısa deydi. Hem de hec bilen ömrünü irade kılmasa uçanın üzede kandak oldu. Hecni ömrünü irade kılmaptı. O adam ticaret ya ki başka bir tukka yoklaş diğerledek iş uqqagan bolsa mesela bizim vatandın ya ki nemeden Medine'den ya ki Yemen'den açtak kipti ibadet ya ömür kılış emez. Uçanın üzede bizdeki Hanefi mezhepte o adam kandaklıki adam bulmuşsun Mekke kirmelli dese uçanıki üzde cezme şu çayınki üzde ihram bağlaş gerek deydi. İhram bu kartta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nedisi var. Hem de İmam Şafii katarlık alimlarınki göz karşı maidesine asas kılıp eğer ömür kılman ya hec kılman demige adamla ihram bağlama o yerden össe yüzün işini kılıylarsa ticaret vakaza kişi boludu deydi. Anda o anken bir kişi ki bolsa o kişi o cayınki men işi de olan bolsa. Yani mikatlarınki içi diken, donu diken. Mikatınki neyse yakınıdır. Yani mikat, bağlandı mikat hep şu Zululeype, Yelem'den kalme nazıldık. Şununki harem terbiyedik olan içidik işler olup kalan bolsa, yani onunki ihram bağlaydığın cayınki yüzdeki ehledindir. Yani yüzdeki üydün ihram bağlaydı. Yani hec için. Yüzdeki üydün, şu mikatniki içide kalması, ömrü kılması, zehir kılması olsa, aş yüzünü turvatkan üydülla ihram bağlap nem kıldı o adam bu yerden çok çıkıdı deydimdi. Hem de muhillahu diyen gep, ehelle yuhillu diyen gep, esi şu hilal aynı köyge vaktin üzüde, avazı kötügeldiğinin üzüne ehelle yuhillu ihlal deydi. Ama ya da muhallav diyen gepniki üzü bu isim zaman isim hakkın. Yani o adamniki avazını kötürüp lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip ben ihram bağlayan vakti Bismillah ekber deyip lebbeykin deyip avaz ülük okup ihram bağlaydı. Yani bu itibarla ihram bağlayan cayniki üzü muhil yani muhal deyip nemkan gep atan gep. Hem de bu her şundak. Ama ömür kega vaktiki üzü de ömür kega vakti kandak kılıdı. Ben şu mikatın içindeki kişiler ömür kavaktının üzde, hec kavaktının üzde şu üyün nerede olmuş şey ihram bağlap hec kalmaya çıkıverdi. Ama ömür kavaktının üzde en yaxşı üzünki üyde emez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Ayşem'le ayette ömür kılışka mescid ta'nin yani deydiğin bir yava o yergi çok çıkarın. Ben o yerde ne kılış gerek ihram bağlaş gerek dep ölümanımız şundan çok karaydı. Onun da başka ciarrane diyen yerge Peygamber aşağıda ömür kavaktının üzde o yerde bir yava yani aşağıya kıganı nime o şu ömrünü en yasa şahit ihram bağlapçı aşağıda çok kılıç kirek deyip ölümarımız çok müştakarıydı. Hatta Ehl-i Mekke ihram bağlaydılar olar. Ben şu nimesinden Ehl-i Mekke'nin üzedin. Mekke halkar Mekke'ninki üzüp turvatkan yani üzüdüldü nime kıldı ihram bağlap mikat çıkıp ben o şey berip ben ihram berip kılına değilmeydi. Şu üzünkü üzüdüldü nime kıldı ihram bağlapçı çıkıdı o deydendi. Yeni Cabir radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli Medine'ninki ihram bağlayılan cayin avazını kötürüp meyedemde ayette digenimizde muhelle yani muhallav muhallun ehelle yuhillu ihlalen fehve muhillun ve zak muhallun. Anda o anken epele yupili babındaki isim payinime isim zamanında makanındaki yüzü isim mehbundaki beziniz okşaydı yani. Ahraca yuhrici ihracen diye vaktimizde muhrac diye nime isim mehbun. Onunki isim zaman isim makan kandak kıldı
Mana Sulas masjidniki ismi o'xshash keldi deb qoida shu bor. Unda o'ndan muhallo degan ihrom bog'laydigan joy. Ya'ni ovozni ko'tarib Alloh labbayk Alloh labbayk Allohumma labbayk deydigan ya'ni joy degan gap. Bu yerda ihrom bog'lagan joy degan gap. Unda o'ndan ahli Makka, ahli Madina xalqiniki, Madinada yashayotgan Madinaning xalqiniki men ihrom bog'laydigan shu joyniki o'zi nimidir? Zulhulayfidir. Mana Madinadan chiqsak bir 10 necha kilometr, 20 necha kilometr atrofidagi joy endi. Va yeni bir yo'l va o yeni bir yo'l nimadir? Juhbadir. Juhba. Bu Juhba kimiti Sham xalqinikiti. Mana o'chanizda Madina xalqi agar shu Zulayfidan o'tgan bo'lsa, mana ashadin bog'laydi. Ammo Madina xalqi u yerdan o'tmay Juhba degan yerda o'tib ketdi. Masalan, Madinaga cho'ng kangri yog'amdi. Men shundoq shu Qizil dengiz bag'ishlik orliqda shu Madina rayoni qaraydi. Andan o'ndan ular oyada qilib qolgan bo'lsa, u tarafga bo'lgan Juhba degan joy ularning ihrom bog'lagan joyi chu bo'ladi. Endi ahli Iroqniki ihrom bog'lagan joyi zot irqdir. Qarmanozil ikkisi nima o'xshash. Ahli Najdniki ihrom bog'lagan joyini ahli Makkaniki nimeniki ahli Iroqniki ihrom bog'laydiganligi ya'niki o'zi bu nimeti o'chaniki o'zida ma'noda yuqorida Iroqniki gapini qilmoqda. Endi ahli Iroq, yani Iroq xalqiniki, Iroq tarafdan kelgan. Yani mushu kishilarniki ihrom bog'laydigan joyi mana zot irq degan nimadir o joydir. Zot irq degan bir joy bor. Men hozir hamma yerda zodi o ishoratlarni qo'yib hamma yer iniqib ketdim. Bu yerda Iroq degan bir nima bor ekan, Iroqniki asli yildiz degan gap. Irq degan tumu degan gap bo'ladi hamda. Nima uchun bu Iroqniki o'zini Iroq nima? Yani bir tumur, yani yildiz tumurni bildirgan bu talaffuzi bu Iroq deb atildi desa, chunki bu yani joyniki o'zi coğrafiyalik o'rinda mushu Furat daryosi bilan Dijla daryosiniki ikkisiniki vodiysiz joylashgan bir joy bo'lgan ekan, ularga nisbatan shu ikki daryoning o'zi tumurga o'xshaydi ekan. Shu e'tibordan yani Iroq yani tumur xalqi degan gap, badanlik tumur degan gap. Endi ahli Najdniki ihrom bog'lagan joyi nimadir? Qaramdir. Qarmanozil. Mana Yaman xalqiniki ihrom bog'lagan joyi nimadir? Yalamlamdir deydi. Yine Anas radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Anas, ömür qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 4 tane ömürni. Bu ömürniki hammasi nada bo'lgan, qachon bo'lgan? Zilqada. Zilqada eydi-chu bo'lgan. Lekin anda bir ömürki bo'lgan edi o'zining hajji bilan. Ya'ni hajjatul vido degan bir ömürsi var. Bu ömürniki o'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Zilqadada emas, Zilhijja oyida-chu bo'lgandi. Yani Peygamber qancha qata nima qilgan? Mana 4 qata ömürçü qilgan. Qolgan ömürniki hammasi Zilqada bo'lib, birsi Zilhijja bo'lgan deydi. U qavsi mana u Hudaybiya din ömrü. Mana bu ömratan minal Hudaybiyati degan gapniki o'zi oyat Arba Ömer'in İyatamara degan Arba Ömer'in degan maf'ulya şunudur beden. Yani 4 ömrü qavmi. Birisi Hudaybiyada qan ömrü Zilqada oyida. Mana Hudaybiyadagi 8-yildagi bo'lgan voqea, 8-yildagi o'zida biz ömür qilamiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 140 ming, 130 ming atrofi sahobalar bilan hech qanday Qur'onni ko'tarmay, mana biz nima qilamiz, u yerda ömür qilib deb chiqqan. Chiqqan vaqtdagi o'zida Hudaybiya degan yil, Hudaybiya degan bir nima o bir irq, ya bir daraxtniki joyi o. Mana o'sha kelgan vaqt o'zida Makka mushriklari bilan tus bo'lgan. Tus bo'lgan vaqtda u yer kelishim qildi hammamizga, ma'lum. Men şu vaqtning o'zida aslida payg'ambar bu vaqtning o'zida ömür qilamiz deb chiqqan o, lekin amaliyotda nima bo'lmagan, ömürçü qilmagan. Endi ba'zi ulamolarimiz mana shu niyatga asosan shu ömür qilib chiqaman degandiki bu ömür deb hisoblagan. Va sahobaning o'zi shu buni ömre, mohiyat ömür qilmagan, uni qazosi kelar yili qilgan. Yana birisi var, mana yana bir ömür var, yana kelar yilidan Zilqada oyida. Yana shu ömürniki o'zini payg'ambar yani şu Hudaybiya 8-yildagi o'zini uni qil yondirayotgandan keyin kelar yili anidagi 9-yilma u chaqning o'zida payg'ambar Zilqada oyida shu chaqda shu ömür qilgan. Bu ikki. Yana bir ömür var, Ji'arrana degan joydan qilgan bir nimasi var, ömür var. Ji'arrana degan shu haramniki shu sharq shimol tarafiga
joylashgan bir joyniki o'zi mana u Ji'rana degan o'l bir joyga taqsim qildi payg'ambar Hunayn g'animat o'ljallarini Zilqa'da oyida mana Hunayn o'ljallarini taqsim qilgan bir joy edi mana payg'ambar Ji'ranada umr qildi nimadan Zilqa'da Zilqa'da oyda mushtaqcha umr qilgan endi payg'ambar Makkani fath qilgandan keyin uçanıki üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 8. yılı uçanıki üzere mene Peygamber Mekke fethi kanı derhalla uçanıki üzere Beni Sakib degen bir kanca Havazin degen aş kabilenin birleşip yine bu Peygamber hücum kılış nemiz haberini aldı. Şu canı üzere derhalla andaki Peygamber ona karşı nemi kıldı uğraşıkçı ötüdü. Şu vaxtın onun məğlub kanı ki uyadı şunda olcalıdı. Şu vaxtın üzere yanığa vaxtın üzere Peygamber aşağıda yenişta ve Peygamber ketsi yani ömür kıp çoğu çıketken. Bu yeni bir ömür var. Ömürse o özünün hacci bilen boğan ömür. Yani haccetil vida 10. yılı. Kılan haccetil vidada kan bir ömürse var. Benim Peygamberimiz şu 4 haccidinki 4 ömrün özünü muştaq çok kılan dedi. Yani demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muştaq cık nemi kılan ömür çok kılan. Yani demek ömrününki özününki nemisi yok, uçağınınki özünde vakti yok. Kaysi vakti kısa çok boludu. Ama ben yukarıki edisiga asasen ömrününki vaktiniki en ebdal oluşu nima o Ramazan ayda. Bara ibn Azib radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Hem de bir ömrününki yüzünü mesela bu Arafat günü bulmaydı. Ayrı bir ömür kılımında. Yeni bir sıkandikin 10. 11. günlerde kılışkı bulmaydı. Çünkü hac faaliyeti uya cık oğandikin ömür kılmanıysa o adam uya verip uya kıp hacning faaliyeti kep kalırdı. Uçat kılmaydı deydi. Bara ibn Azib radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi onu Bara. Ömür kılgan dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilqa'da ayda mene şunun aldı dedi ki hac kılgan. Hac kılıştı ki aldı da Zilqa'da ayınınki üzüde çıkkatan ömür kılgan ömürçü kılgan. Çıkkatan ömür kılgan boğandikin uçağınınki üzüde Peygamber aleyhissalatü vesselam Hudeybiye degen ma nemisine onu hesaplamagan. Emniyette nem bolmagandikin ömürçü kılmagandikin. Ama Peygamberimiz Zilqa'da Zilhicce ayınınki yılki həcvədə qan ömrünü o hesaplamagan hem de. Hesaplamay hem de. Bara, yani iki kata ömür qılan deyip bu adamın düşenisi muştaqçı rivayet çok qılan hem de. İkinci fəsil. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet qılan dedi İbn Abbas dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hey insanlar cezmen Allah Teala sizге hac qilishni nima qildi? Farz qildi. Ketebe. Farz çok qildi. Degandan keyin şunu Aqrabni Habis diye adam dik kopup dedi ki aya her yılımı ya Resulullah men aldığın hadiste biz bu doğruluk azraq düşençe nem kıldık her yıl şundaq hac kılamdık diye vaktimizde dedi Peygamber yukarıda azraq tuğdu dedi 3 kata degandan andaki 3. katım dedi yapma Peygamber dedi eğer men şu gapning üzerine yani her yıl hac kılış Pəs degan gapni degan bo'lsam edim, ha degan bo'lsam, o'chaning o'zida meni vojib bo'ldi, shu haj qilish har yil vojib bo'ldi. O'yna agar vojib bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni farz bo'lib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida meni har yil haj qilishniki o'zi farz bo'lib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida siz bu haj qilishni iborat bo'lgan bu qiliqni qila olmaydinglar. Qila olmaydinglar. O'yna kuching yetmaydi. Kuching yetmaydi yani. Mene Mekke'ninki rayondaki şu Xalij devletlerindeki anlar bolsun, lekin başka yerdekiler çoğu. Bu İslam dini yer şarı karakterlik olan bir nemi o din. Anda o anken mene Mekke'den o adamın turvatkan cayı degen 5-10 günlük, yani 5-10 saat, 20 saat hazır devrinin yüzde açtaq tutsa, her yıl kip tutsa uçanı bulam da olmaydı. Yani İslam dini mene o kadar nemi kalan kenarçılık çok kalan. Hac degan nima doğru? Merretun. Bir katimdir. Yani ömürde bir katim kılış olan hac o adamın geldi sakıt oldu. Onu deki hac nima o? Nefle. Anda o anken bas bir kişiki ziyadı kısa. Aş farz adini kıp boğandaki yin bir kata men nima kılıman, hac kılıman dese uçan üzde bu kan hac nima doğru? Nefledir. Nefle şu boludu dedi. Ana o adiki hac kılışniki özü her bir mümin Müslüman adamga şu şartlar tepilgan vaqtning o'zida nima bo'ladi ekan? Ömürde bir qata bo'ladi ekan. Ömürde bir qata bo'lgandan keyin o'shaning o'zida mana shu ömürgichilik bir qata qilsa shunga cho'q parcha odat topadi. Men bu esa İmam Ahmad ibn Nasai va İmam Nasai va Darimi rahmetullohi alayhimlar rivoyat cho'q qildi. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qildi dedi ular dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem
Bir adamiki ega olsa nimaga zotqa, ya'ni uzuqqa va uloqqa. Mana uzuq yemak, ichmak va minib mang'ilgan uloqqa ega bo'lgan bo'lsa ki yetkizadi bu uzuq bilan bu uloqniki o'zi u odamni Baytullohga yetkizadi ekan. Shuni egibdi. Ya o adamniki yemek içmek var, berip gelişlik ağırlıkta o adam yedido, ailesi için yedido. Hem şunu da berip gelişlik ağırlıkta bu adam uluğu var. Yani bunun devrindeki tek ya ki eti var, ya ki işi var, ya ki tövgüsü var. Ya hazır devrindeki nimi var, mesela maşinisi var, ya ki pul var. Hazır hem de zatniki üzün nimi deyimiz hazır? Pul. Yani berip gelişlik boğan ağırlıkta o adamniki nimisi varken, ayrı pulanga ağırlık pul varken, bağandikin o adamın yatakka yetip onu haşlayacağın pul varken, yani şu ceryanın yüzü yemek, içmek, kiyim geçecek, bütün mesrafını kırdık o adamınki aşağıda pulucu varken. Yani pul bağıdır. Zaten rahar nemeniki, bu rahiliniki hazır tefsir için muş oldu demdi. Adamın ulaklıdan o bunu devriniki de o yemek içmeni yan götürüp bana da iş yok. Yani hem neyse pul olsa buldanıp gitti. Yani muşunda o adamınki berip gelip pul varken, o adamniki ayrı planga devlet iş kandak tarafını tosqulluq qilmaydi ekan. Mana yani keladi. Uçan yüzüden hiç qilmabdi. Ashundaq turq o adamning qilmabdi, hiç qilmabdi. Bu bek muhim. Endi bizning vatanimizning ichida mana zodi o kafir hokimiyat uçan yüzüde bu tosti. Onu zat qildirmaydi. Ammo u yerda chiqib bo'lgan insonlarcha u yerdan chiqib yurt yaşadan yani sırt yaşavatkan, her devlet yaşavatkan insanların üzü, mana bu imkoniyat bor asosiy jihatdan. Hech qanday to'sqinlikchi qilmaydi. Ammo bu odamlar yiqilib ketdi deb ma'lum darajada son berdi. U songa asosan uçan o'zida mana u chiqib qolgan vaqtning o'zida chiqish imkoni bor. Ashdaq turg'i uçan o'zi qilmasa, uçanning bosh yedisining mazmuni kirdi. Ashdaq qilib hech qilmagan bo'lsa, u odamga mana hech qanday meni özgürlük bulmaydı şu ki ölge bu adam Yahudi ya Nasara bu ülk yetişken hiç kandak tosalıkçı bulmaydı o. Ben Yahudi olamdı o, ben Nasara olamdı ülkesim okşaş diye. Madem şunda imkan batırın ülk etken olsa bu adam bilen Nasara Yahudi bilen ülkesi okşaş olurdu o. Deylendi. Neymiş kula deymeyiz dese, bundak bu işin sebebi şudur ki cezmen Allah Tebarek ve Teala deydi ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَب۪يلًا demez mi o? Mene Ademlerin geldiği Allah için mene beytinin nime kılışı var, heç kılışı var. Ademlerinki mene Allah'ınki buyruk asasen mene Beytullah'ın heç kılışı yok. Adem'e geldik pers. Kimge? مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَب۪يلًا. Yani kimge vacip? Şu hecge yol cihette kadir olan. Yol cihet kavun. Yani yol cihet kadir olan Peygamber sallallahu ayeti tefsir kılgının zatüden rahile. Hazır devri demek pul. İktisat. Muşu nesge o adam egi bolsa şundak adamınki geldiğine hec kılış. Ben Allah'ınki rızalığı için o adamın geldiğine neme kılış? Hec kılış per. Diyen bu ayet var. Ben muş ayet muşluk oldu. Ama bu adam açtak istitaat butturuk olan. Ben pul melik butturuk olan o adam hec kılmagan bolsa uçan yüzden Allah'ınki ayeti geçiyor. Olmagan buldu. Değilim. Bunu böylesi İmam Turmizi rivayet kıldı. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet kılındı. Dedi İbn Abbas, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la sarurete fil İslam. Yani İslam'da hiç kandak nemi yok. Yani İslam'daki yüzden hiç kandak bir hiç kılmazlık işçi yok değil. Esas saruret diyen sarra yasiru değil ki sarra yasiru diyen gapniki yüzü o adam xutunanmay, öğlenmay, aşdaq turuvalıdığan men nime o, men rahip, men xutunasam uçağımızı dünya ile meşgul getimen deydiğen men muşundaq işniki yüzü nime deydi sararet deydi Arapçadan. Onda o anıkin İslam dininde sararet yok. Yeni bir mənisi İslam dininde hiç kılmazlıkçı yok. Yani men Müslüman diyen deyken şu adam İslam dininin işi kirdi. İslam dininin işi kirkendiği bu adamniki men hiç kılmaydım. Men hiç kılsam bulmaydı, kılamayman imkan batırıqın. Bunda diş men hiç kandak vaxtın yüzü yok. Bunda çok kılmanlar. Men Müslüman desanlar uçağınızda şu imkaniyet boğan bolsa, yani istataat siz boğan bolsa derhal nemi kılınlar bununla men hiç çok kılınlar deydimdi. Ama ya da la soruret neki mensin yani hiç kılış. İslam'da hiç kılmazlıkçı yok.
degan gap. Yana İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi İbn Abbas, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, bir odamniki iroda qilsa, u odam haj qilmoqchi. Haj qilishni iroda qilibdi. Ya'ni haj qilmoqni iroda qilibdiki, u odamniki nimasi bor? U odamning puli bor, men imkoniyati bor, pasporti bor, men bas para olaydi. Shundoq imkoni bor turib, u odam haj qilishni iroda qilgan, haj qilay deb ko'ngil tikib boshda degan bo'lsa, u odamning o'zi nima deydi Payg'ambar pal yu'ajjil. Derhal aldırsun. Hem şunda imkanı batırın hem de bu işi kılamay, keler işi kılamay. Ya undaq dep undaq işini keçiktirip undaq çok kılmasın. Deydi. Neymiş kan? Ben o adamın şu imkanı batırın, pasport hem pul batırın, o adamın imkanı tepildi. Hem vizitçi berdi. Anda o anken bu adam hem de men qilmay kelerchilik qilib qolman desa, o'shaningizda o'lib ketamdi, kasallik qilib pul yo'qolib ketamdi, o'qilinmaydi. O'shaningizda darhol u odam keldi va haj qilish farz bo'lgan bo'ldi. Farz bo'lgandan keyin u odam osh sababdan garzni farzni o'shan ado qilmasa og'ir gunohkor bo'ladi. Shuning uchun oshda imkoniyat bo'lgan hamani darhol nima qilish kerak? Haj qilish kerak deydi. Yine İbn Mesud radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Ibn Mesud, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, meni ergashtiringlar, haj bilan umrniki o'ttirisini nima qilinglar, bir-birisiga ergashtiringlar. Deydi. Endi hajniki o'zi hammamizga ma'lum 3 xil bo'ladi. Birisi haj ifrat, yana birisi haj qiron, yana birisi nima? Haj tamattu. Unda o'ndan bu haj ifrat yaxshimi, haj qiron yaxshimi, haj tamattu yaxshimi deganlikni o'tirisida ulamolarimizniki o'tiris ixtilofchi bor. Ba'zilar deydi haj qiron nima, haj ifrat yaxshi deydi. Ba'zilar haj qiron yaxshi deydi, yana ba'zilar haj tamattu yaxshi deydi. Haj qiron degani nima? Haj qiron degani nima? Haj ifrat. Haj ifrat degan shu haj oyining o'zida faqat u odam shu miqat yoki uydan chiqqan vaqtida hajga ihrom bog'laydi. Ömrünü qo'shmaydi. Mana ömrünü faoliyat uning ichida yo'q. Bu ne bo'ladi? Haj ifrat. Ya'ni faqatla hajdan iborat bo'lgan bir haj bo'lgan bo'ladi. Haj qiron nima? Qiron degan juplagan degan gap. Ya'ni u odamniki o'zi shu haj oylarniki o'zida u miqatda yoki shu o'ziniki shu uyda yoki chiqqan yerniki o'zida u odam ömriga ham hajga nima qiladi? Ihrom bog'lab o adam Mekke'ye kelgandan keyin ömrünü bir kiritib, onidagi ihrom chiqib, onidagi nima qiladigan gap? Mana o adam o'sha hajni 8-kuniga saqlab turadigan gap ishadi. Ibodat qilib bu. Bu nima? O haj qiron. Yana bir haj tamattu. Haj tamattu degan manfaat, foyda berish hajisi. Bu foyda olish hajisiki o'zi bu adam o'sha mirqat kelgan vaqtning o'zida yoki o'ziniki o'sha chiqqanyaniki o'zidan ham hajga, ham umrga nima qiladi u odam? Mana ihrom bog'laydi. Bog'lash orqali bu odam haramga kelgandan keyin u odam umri qilib bo'lgandan keyin ihromdan chiqmaydi. Shu betimlar hajga shu ketadi. Mana bu nima? Haj tamattu. Unda o'g'andan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam deydi, bu hadisniki o'zida mana haj tamattu bilan haj qironniki yaxshi ekanligini, ya'ni ergashtirib bir-birini mushtaqchoq qilinglar deydi. Buning asosan shu ba'zi olimlarimiz haj tamattu yaxshi, mutlaq, haj qiron yaxshi, haj ifrat u to'g'ri, uni ya'ni afzal masalasiki o'zidagi gap endi. Chunki mana bu haj bilan bu yilqi umrniki ikkisiniki o'zini bir-biriga shu ergashtirib, oq-oqni ya umr qilib bo'lgandan keyin haj qilib bo'lgandan keyin umra. Men mushtaq qilishniki o'zi men yo'q qiladi. U odamniki nemisini, meni kambag'allikni nima qiladi? Yo'q qiladi. Ya'ni namratlikni yo'q qiladi. Mana haj bilan umrni bu odam birlashtirib qilsa, o adamniki ameliyatdagi namoratchilik ham qalbidagi bo'lgan namoratchilikni nima qiladi? Yo'q qiladi. Endi ameliyatga bo'lgan bu shu yaqin namoratni yo'q qiladi degan ameliyat ko'ramiz. Kimki hajga berib, umr qilib, shunday haj qilib kelgan odamniki zodi dunyolik ishniki o'pdan ketganligini buni ko'ryapmiz. Hammamizga ma'lum. Yana birisi undan keyin qalbida namoratlik bor. Ya'ni u odamniki o'zi shu yaqin bo'lsa-mu, shu qalbiniki o'zida u odam to'ymas. Mana haj shunday ömür kan bo'lgandan keyin o'shaning o'zida Allohniki u yerdagi mo'jizlarni, har xil ishlarni ko'rib, ibodat qilib, qalbi pokizlab qandan keyin u odamniki nimasi? U qo'lida bo'lmasa, u odam nima bo'ladi? O'shaning boyning o'rnida bo'lgan bo'ladi. Bu haj bilan shu umrni ishga birlashtirib qilsa, o'shan bu ishchi bo'ladi. Ya'ni shunday bu haj bilan umrni o'zi birlashtirib qilishniki o'zi bu ikkisi, ya'ni odamlarniki gunohi nima qiladi? Yo'q qiladi. Gunoh sag'irlarni qanday yo'q qiladi? Qandoqki yo'q qiladi? Kurak. Yani tümüçüneki yılki bunda tartıdığan nersinin üzerinde ne deydi? Kir deydi. Yani kürekniki üzü mene tümüğününki detini. Yani naçar tümüğünün, altınınki naçar altınının, yani kümüşününki naçar kümüşünün. Mene aşında kavat iti,
Anda o andikin muşu hac bilen ömrüneki özünü meni birleştirip kılışındaki özü bir adamın günahını meni oppak aşına yok kıvatkanda tavlap meni aşı günah sağının hemen için yok kıvadıdı deydi. Yine Peygamber dedi ki yok meni hac mepar için sevap yok fakat cennet var. Dedi. Yani hac mepar diyen gapniki özünü biz aldığımız dersimizde bu yer toxtulduk. Yani makbul hac. Yani o adam ihram öyden çıktı. Çıkkandan vaktini tatip ta ketkisi boğan arlıqta hiç kandak vaktimiz bulup ihramның içinde. Mene ihramның içinde hiç kandak uruş talaş, vaqıraş, jaqıraş. Mene her xil undaq yerlik ayollarga sat gapni, sat qiliqni, mesela cima vaktinin özüdeki undaq gapni çok qılmasıq. Bu nima hac mabrur. Men muşu hac mabrurniki özü fakat onun nemisi vada edip Peygamber berilgan savap cennet deydi. Onda onu bununla nima qilishimiz kerakkan, cennet kiraman desek, mana hac qavaqtimizda mabrur şekilde hajni çok qilishimiz kerakkan. Mana bu esa İmam Ahmed ibn Majah ibn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qildi. O Peygamber'niki xabarsal hadid degan so'zga şey. Yine İbn Ömer radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilindi. Dedi o İbn Ömer. Keldi bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in qishig'i çok keldi. Kelib dedi ki o adam: "Ya Rasulullah, ma yujibul hac." Hajni vacib qilgan omil nima? Yani hajni bir adamning gadiniga men farz o'sha vujudga chiqadigan omil sababdan nima deb so'radi. Aslida vacib qilib mana o vujudga chiqadigan narsa Allohning nemasi buyrug'i. Qur'oni Karim "Olinda yana sejul baytmen satayla sabilan." Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aşı yedisi şu. Lekin shundoq bo'lsa-mu, uningdan boshqa hajni men sebep farz qilishi sebep qilgan yeni bir narsa şu baş şartı. O qavm ise Peygamber dedi ki zat ve rahile dedi. Yani yemek içmek ve minip mağdırgan ula dedi. Onda o anken men bir adamniki muşu yemek içmek olgan bolsa, meni berip kelishlik arlıqta o adamning ulu olgan bolsa, men bu adamniki haj qilish o adamga nima qildi? Bu işniki özü vacip çok qildi. Mushundaq turib o adam men sabab tepilib turib o adam haj qilmasi çok bo'lmaydi dedi. Yine İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qildi dedi Ömer. Sordu bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Mal haccu?" Hac, yani hac degan kim o? Yani hac kelgan adamniki sifati qanday bo'ladi? Desa Peygamber dedi ki: "Eş-şaisu tapilu." Yani hac qiluvchi adamniki ashu hac qavaqniki holati beshi nima chuguk. Mana beshi chuguk, chashlari chuguk. Baştak bo'ladi ki o adam nima tapil. Shundaq yilqi burab ketgan. Ama şu ihram bağlagandan keyin bu adam ihramdan chiqish bo'lgan orliqda o adam men yilqi nimani ishlatmaydi yani. Atter mudaq yaxshi buraydigan binasi kerakni nima qilmaydi, ishlatmaydi. İşletmegandan keyin o adam yuyunmagandan keyin ham ishlatmagandan keyin bu adam şu ihramdan chiqilib bo'lish jarayonida ashundaq chashlari chugoq, ashundaq puroq, ashundaq bir narsa bo'lib ketadi. Meni hac degan mushtaq bo'ldi. Mushtaq bo'lsa u nima bo'ladi? Hac çok bo'ladi dedi. Degandan keyin bir adam dedi, qop dedi ki, "Ya Rasulullah, hajniki qaysi afzal?" Yani qandaq haj qilsak eng afzalni qan bo'lamiz dedi. Degan vaqt Peygamber dedi ki, "El-haccu ve sajju." Yani hajniki o'zi, meni nima deydi o? Hajniki o'zi ovozini ko'tarib qolgan. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Yani haj qildim deb hammadan tik o'ylab ovoz chiqmay. O haj qildimi, umr qildimi yoki ihramning ichida emasmi, undaq emas. Ihram bo'lganiki lebbeyk Allahümme lebbeyk degandiki shuni davomli zikr tasbih ashni vaqirab, jaqirab, mayli o'ri bo'lsin, mayli pasiyag tutsin, qanday bir jamoat uchqasin, ashar davomli uni qilib turadigan gap, unicho debcho turadigan gap. Endi yin birisi nima deydi Peygamber Secc. Deydi ki qonni nima qilib sajja yasujju deydi, qon iqitqani, suv iqitqanining o'zini sajj deydi. Yana birisi mana hajniki eng kattasi ashdaq haj qilib bo'lgandan keyin men haj ifrat qildim deb qalab turmay, haj qiran yoki haj tamattu qilish orqali qurbonlik qilish. Mana eng katta nima bo'lgan bo'ladi o, haj bo'lgan bo'ladi deb Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem mushtaqcho dedi. Undan keyin bir adam qop dedi. Qop dedi ki, "Ya Rasulullah, mes-sebilu." Mana Qur'oni Karimda Alloh taolo "Men istatan ilayhi sabilan" dedi.
Yani haj qilish odamlarning geldiği farz oladi. Kim gelse men istata ileyse bilen yol cihatte kuch yetken dedi. Onda onu yol cihati kuch yetken adam bo'lgandan keyin bu yol degan nima? Yo'lni zodima hissiy tarafni to'g'ri yo'lni bilamiz. Bu yerda u yo'l emas. Bu yer ma'naviy nima o? O'sha yetkazib olib boradigan vosita. Onda o'niki bu vosita nima? Degan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, zadun va rahilatun. Meni yemek, içmek ve ulak qara. Dedi. Ulak qara deb nima qildik? Endi u yerda tarjima qildik. Asl rahilatun tuguni deydi. O'shanimizda arablarniki hammasi de tuguni deydi. Eshak minadigan bu ish nihoyat oz endi. Bizim rayonumuzda eshak bor endi. To'gi yo'q qani. Hozir davrda bu zotlar rahila aviatinimiz deganda nima? Pul. Yani berib kelchi bo'lgan orliqda u odamniki mana pul bo'lishi, pasport bo'lishi, mana viza bo'lishi deganidek, mana u yalaqa yo'lda bir yerda to'sibchi qolmasga, kofir, zolim, hokimiyatchi bo'lmasa to'sqonlik qilmasga deganidek, mana bu ne bo'ladi? U sabil bo'ladi. Ebi Razil'in Ukayli radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da ki cezmen bu adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kışığa geldi. Kip dedi ki ya Resulullah cezmen meninki atam yaşlanıp kalgan bir adam. Şeyhun kebir. Ki o hac kılış kadir olanmaydı. Yani ömür kılış hem kadir çok olanmaydı. Hem sefer kılış kadir olanmaydı. Hem de hac kılış kadir olamaydı, ömür kılış kadir olamaydı. Kayırıp ketgendeki o adamniki üze, mena o adamın pulu yok, yakinimi yok, bir adam yitlap mamus bulmaydı. Hem sefer kılmışsak uçanın yüzde zan deydi, zan deydi sefer kılının gidemesinin yüzüne. Onda o anıken bu adamniki üze hem de sefer kılman deyip tövgü mündüsek hem minip uyadı olturamaydı. Onda o anıki bu kandak kılımı diye vaktimizde Peygamber dedi ki, Hocca en ebike va'temir. Onda o anıki sen atandı sen hac kıl ve ömür kıl dedi deylemdi. Yani ne bu hac bedel. Yani hac bedel kısan çok buludu. Yani hac bedelindeki üze bu yerde yedisik asasen ölümalarımızdaki köz karşı çıkın. Bir sen hac bedelindeki üze aşındak bir adamdaki üze ne buptan meni aşo kerip kepto ya baramaydıkken uçağındaki üzde asıl kaydı boyunca o hac bedel kılmakçı olan adam aş mahallesinin bir adamını biline apırıp mana bütün chiqimlarni hammani qiladi. Mana ma'noda yisi nima qilishimiz apirib hamma işte bo'xshash qilib andi uyga ekib qo'ydi. Bu asli Qur'on mana bu kitobdagi hac bedelining shakli bu. Hac shakli shu bu. Andaki bu hac bedelining o'zi bir vasiyat qilish kerak. Deymiz bizniki yani mezhep. Çünkü bu hacniki o'zi hac nima o ibadet bedeni ve mali. Anda o anken beden arkalık ve pul arkalık ibadet olduğunu ki bunu da cezmen yeni bir adamını kılış için uyarda bir vasiyet oluş gerekteydi. Dep karayımız bunun da hem hadisinin mezmunları var. Ama başka mezheptekiler İmam Şafii, İmam Ahmed'tekiler o yani undak vasiyet kılması mı buldu? Vasiyet kılması uçanlık üzere aşı atanızı gayet tutkaldırgan bundak hac bedel koyusu çok buldu deydi. Ademde hac bedelindeki üzerinde ticaret şekillik aynı gitti ve ötkenlerden hem de hazır o işimi yok. Yani bu hac bedelindeki asli doğrusu açta kılığın gibi hem de. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet kıldı İbn Abbas. Cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anladı bir adamdaki deydi o. Lebbeke en şubremete. Men şubremedin lebbeki dedim. Yani şubreme diye adamda ben ihram bağlap bazı şunun için hac kıvateme diyen gibi hem de. Lebbek diyen şu. Diyendeki Peygamber dedi men şubremete. Yani şubrem diyen kim o? Diyendeki o adam dedi ahulli ev karibulli. Meniki bir karindişim ya ki meniki yakın bir tukkunu. Ben şunun için ben neme kıldım ihram bağlap şu adam için ben ömre ya ki hac çok kımbakçı dedim. Diyendeki Peygamber dedi ki hacajte en nefsik. Yani özellikle geldiğinde perz olan hacını sen kıldın mı? Dedi. Diyendeki o adam yok dedi. Yaktığı vakti Peygamber dedi ki onda olsa hücce en nefsik summa hücce en şubremette. Aldıran özenin hacını kıl. Onun dikin anı dikin şubrum diye adamın hacını kıl. Dedi. Ana o dikin ben bu şeyde sıkasa sen hacı bedel kılmak çoğu adam olsa aldıran özü perz hacını boğan dikin anı dikin çıkınca adamın hacı bedelini kılışık çok buludu. Bombası çok bombaydı hem de. Ve yine İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet kıldı dedi İbn Abbas. Mene mikat
Belki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli meşrik için akni. Yani şərq tərəfindən gələn kişilər üçün Əqiq deyilən bir joy var. Yəni Qarın Manazil deydi. Hani Nəcd tərəfindən gələn. Mən aşağıdan oxşar ikisindeki asıl yakın bir yersi. Mən aşağıdan nimiqbədi miqat qıpçı belki bədi dedi. Yəni Ayşəm din rivayet qılındı. Şuna da ki cəzmən Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mənim miqat belki bədi əhli İraq üçün zat irxni. Mənim yuqarıda o deyildi. Ve Ümmü Selime radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ümmü Selime. Anladım mı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den deydi. Bir adamı ki mene ihram bağlagan bolsa hacga ya ömürge Mescid Aqsadın. Mescid Haramga nima qipti? Men Mescid Haramga ömür qilman deb bu adam Mescid Aqsadın. Ya Mescid Aqsadın kişiler. Ya bo'lmaydi o adam Mescid Aqsaga berip turib men o adam şadin men ömür haj qilman deb nima qipti o adam ömür qipti. Yani ihram bağlapti. İhram bağlagan bolsa men şu adam üçün o adamniki ilgaki günah ve keyin günah hammasini nima qilindi? Uçağınızın məğfirətçi qılındı. Allah köçürüvadı dedi. Ya bo'lmaydi o adam üçün cennet vacip boludu. Deb Peygamber aleyhissalatu vesselam men muştaqçı dedi. Yani demek hac yoki ömür qilishning o'zi aş miqat ne bilan qisaqçı boludu to'rt atrofdan kelsak. Lekin yeni bir ish hac yoki ömür qilmoqchi bo'lsak Baytul Muqaddasga berib, chunki Baytul Muqaddas men oldingi darsimizda dedik. Bu Masjid-i Aqsoniki fazilati nihoyat katta. Qur'oni Karimda bir qancha oyatda deydi. Hem tarixdan bu yan u yerda payg'ambarlar o'tgan bir joy. Hem üç dinliki mukaddes joylari. Yani üç din degan Yahudi, Hristiyan deymiz, hem İslam dini deymiz. Bu yerde talaş tartış bo'layotganniki asas, bu yerde urushniki asas manbai dinniki ustunligini tartışış. Qaysi dindagi kishilarniki o'zi ustun bo'lsa, u Baytul Muqaddasni u odam shu idora qiladi. Mana Payg'ambarimiz hijrat payg'ambar bo'lishniki oldidimi? O'shan o'zida Rom, Bizant, shu sulolasi mana imperatorlarniki o'zi u yani shu bosh qurdi. Ha onudaki bir mezgilin aldıda Paris'e başkurttu üzeri küçünü köşüş için. Bu yani kuş tempolğun o yerde namayı kıldığın bir çay. Bu yani uruşu çon. Onu da başka bizdeki o yani ki üzerine aldığı dersimiz degende bu nayet mukaddes bir çay. Bu bizdeki herem Medine'm kandak hürmetligen bolsa men mümin, men Müslüman diye adamniki üzü uyan hürmetleş vacip. O İslam dinimizin nemisi o şuarı. Men bu doğruluqla aldığım dersin nacit işqilib bir tefsirlere to'xtalgan bolduq. Bu nayet mukaddes bir joy. Bu hech qanday bir yer o'xshamaydi. Men Müslüman degan adam jazman u yerni qo'llash kerak. Men u yerga hurmatini qilish kerak. U yerniki dushmanniki qo'liga tushib qolishni saqlash uchun harakatini ba amallarni qilish kerak. Bu diniy majburiyat. Ammo bizniki vatanniki üzümü. Mana çekidin aşka zulm boladı. Bu çağın üzerinde bizniki hem dini hem vatani hem milli ne boladı o çağın üzerinde mecburiyet oladı. Ama Baytul Muqaddas, Mescid-i Aqsa, Kubbet-i Sahra diyen bu cayınki üzerinde bizim hürmetleşimiz dini taraftan. Çünkü bu hürmetlik üzü Kur'an bilen yedisini çıkıyordu. Kur'an bilen yedisi çıkardı ki Kur'an bilen yedisindeki üzerinde o yani kattalar, uluk cay ikkenliğini konuda o ya Allah Teala ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Benim o yedisi mi deydi değil mi? Benim şuna deydi. Bir adam kopup ben ömrü kılına yaş kılına deyip Baytul Muqaddas'a berip şu aşıya ihram bağlap aşağıda kan bolsa mene o adam iligal ahire. Bu yer mutlak me çok küçük günah olsun. Bu yerde mukayyet debini talı yani günah-ı segire deyimiz. Ya ki cennet giriş vacip geldi o deydi. Neymiş kan? Baytul Muqaddas'niki hürmetlik uluk boğanlık için mene İslam dinimizdeki üç mukaddes orundaki bir şu boğanlık için. Biz bundan ne koyumuz onu düşünümüz. Şu an hazırki devletin yüzüde, bazı yerlerinki yüzüde ben aldığından ömür kılmakçı olsa, mesela Baytul Muqaddas'a bir ziyaret kıldırıp, anındaki ayağı çok bardağı iş. Ama hazırki devletinki yüzüde, bu İsrail, Yahudi'ninki yüzü Palestin'i besi olan boğandayken, bu Arap dünyası yani itirafçı kılmaklık. Yani itiraf kılmadı. Hazır bir işki devlet, hazır mecbur onda kalmadan. Ben o ayağı kirgen her kanal bir pasportun yüzü Arap dünyası kiramaydı yüzü elip. Çünkü hata, baskınçı, budançı, bu yerde tecavüzçününki o devletin itiraf kılıp bu adam pasportuna bizi urdurup da biz bunu kürdümeyemeyiz de kürdümeydi hazır mı? Bu adam onda çok kılamaydı. Şu an oradaki belge vizitindeki üzü pasportluk emez kağıt göremiş de anladık bu şu an. Ben uya verip bizdeki üzümü
özümüz Beyt-i Mukaddesni muşda ziyaret kılışımız katı joy bo'lgan ekan, u yerniki hurmatini qanday bir joy ko'zimizla ko'rishimiz kerak. Ko'zimizla ko'rish imkon bo'lsa-ndi. Bunda qilish shu kerak. Şu an bu ulamolarimiz Beyt-i Mukaddesga shunda katı joy bo'lsa-mu, lekin u mana Yahudidan iborat bo'lgan bu tajovuzning qo'lidan, mana budangchining qo'li bo'lgandan keyin bu yerda berish bo'lmaydi deb nim qiliqlar u yerga fatvochi berilgan. 3-fasl İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Dedi İbn Abbas, "Berti ahli Yaman haj qildi." Ya'ni Yaman xalqi haj qildi. Musulmon bo'lgandan keyin haj qilib, bular uzuqchi olmaydi. Uydan yemek içmekni evamaydi. Yani burungi davrning o'zida mesela talqon deymiz. Mesela hali batugan bir mezgilchi bizning vatanga kelgan mesela nonni shun yoqtirib, kömesh yoki talqon qilish orqali ezib nimaga g'ujulliga evaladigan bir ishlar botdi. Burungi shu necha yilniki, necha 10 yilniki oldida. Ana keyin bu ishlar taraqqiy qilib, oshxona, pul, hamma narsa bo'lib ketdi, hozir pul endi. Buna deydi, haj qilib, hech qanday bir yemek içmek, binas amma yoki pul binas qilmayla, ya'ni ammayla deydi, nima deydi? Nahnul mutawakkilun. Men biz nima o tavakkul qiluvchi odamlar. Biz Allohga tavakkul qilamiz, Alloh beradi deb uniki sababini çok qilmaydi. Men sababini qilmay, mushta shu ishni çok qildi, haj qilamiz deb qildi. Qachoniki ular Makkaga kelsa, ular odamlardan nima qildi? Tilaydi. Voy bir haj keldik, men qo'shim eshib qoldi, tilamchilik qildi. Qandikin Allah Taala men tövenki ayet nima qildi? Tushirdi. Tushirib, "Va tazawwadu fa inna khayra zati taqwa" degan oyat nima qildi? Allah Taala tushurdiki, sizlar nima qilinglar? Yemek içmekten ibaret olan uzuqlarni mushundaq haj qilmoqchi bo'lsanglar, berib kelishlik orliq yetgan, yetkishlik orliqda uzuqlarni evelinglar. Chunki mena uzuqniki eng yaxshisi bo'lish taqvo bo'lish dedi. U o'sha qarg'ularga tavakkul qilib, men taqvo bo'ldim deganlik bu taqvo chu emas, u laqva. Unda o'g'anikin bu taqvoning yo'li bo'ladi. Sababini qilasiz, undan keyin u taqvo bo'ladi. Unda o'g'an men haj qilgan kishi, men palon kishi, pulkun kishi, men nima qilsam mayli men ashada apib o'zingiz oshqasiz, o'chansiz bir avliyo emas, ya firishta emas, yoki payg'ambarimiz ko'p tushib bergan Alloh taolo binasi. Bu sababi dunyoda, moddiy dunyoda imkoniyatimiz yashayapmiz. Unda o'g'anikin buni qartash berib kelishlik bo'lgan orliqdiki, pulingiz yetammi, yetmamdi. Yani uya görüp tilep yürüp ayada özünki Müslümandaşlık, müminlik inovatik ta'sir qilgan. Hem Uyg'ur milletindeki inovatik ta'sir qilgan ishni çok qilishchi bo'lmaydi hamda Uyg'ur dedik hamda bu Yemenlik nimasi hamda. Unda o'g'adikin haj qilmoqchi bo'lgan odamning ko'zi jazman berib kelishlik bo'lgan orliqdika jazman u odamni yetadigan mana iqtisod bo'lish kerak. Shuni deydi ulamolarimiz. Mana berib kelish bo'lgan orliqda u odamniki yetkidek pul bo'lish kerak. Hem o adamniki berip kelishlik bo'lgan orliqda qilib qolgan aşağıdaki tuqqanlarniki o'zi balvoqning o'zi berib kelishlik bo'lgan orliq yetkidek o adamlarning tuqqanlarining puli bo'lish kerak deydi. Yemek ishmigi shu qoldirib qo'yish kerak. O'sha pulni hammani olib kirib, nemisang yesang bo'ldi deb ishki bo'lmaydi. O'yini setib unda qilish u islom dinimiz yo'q u. Unda hech qilin degan gap yo'q. Bani tashib mash qilma degan ish yo'q endi. Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qildi, Ayşe dedi, "Men ya Rasululloh, ana nisa jihadun." Ayollarına geldiğin cihat perz mi? Sen peygamberim dedi, "Ne?" Ayollarına geldiğin cihat kılış perz. Lakin ulağa bir cihat kılış perz ki onun uruş yok. Cihat var. O kavga hecveden ömrü. Men hecveden ömrüne kısır cihat kanının ki savabını çok alısı. Cihat kılımından da uçan cihat perz gelip dikildip işte yuguruk kısınız çok bombaydı o. Bu İslam dinimizin royu nime bu zed dedi. Men muşu yerisi ro'y bo'yicha amal qilgan bo'lsak, bizning ko'nglimizda hozir davrdagidek mana hech digil olmaydigan ichinchiq ahvolda bunday çok qolmaydi. Nima uchun buni amal qilmadik? Amal qilmoqning jazosi endi. Abi Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Abi Ömer. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem. Endi bu yerda o cihatni gapini qildik, o cihatninki nimasi asli yo'q. Bu yerda musulmonlarning o'tirib bo'lgan cihat emas. Bu aniq bilib qo'yishimiz kerak. Cihat kafirdan mümin, Müslümanın otursu buludu bu cihat. Ebu Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Ebu Ömer, dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem. Bir adamki tosmasa şu adamni haj qilishdan. Zahir bir hacet ne qilmabdi, tosmabdi. Yani uçuk aşkara bir hacetke mesela pul yo'qlik yoki kasallik yoki og'riqlik yoki
chegarini itib olish, yo pasport bermaslik, yo viza olmaslik deganidek, men mushundaq oshkor bir hojat nima qilmabdi, to'smabdi yoki bir zolim, bir podsho nima qilmabdi, uni to'smabdi. Yoki u odamni shu haj qilishda to'sib qolgan bir kasal to'smabdi. Yomon olmaydi ekan, yo midirli olmaydi ekan. Men mushundaq cho'q nima qilmabdi, to'smabdi. O adam shuning bilan nima qilibdi, o'libdi, haj qilmabdi. Haj qilmay o'lib ketgan bo'lsa, o'shaningizda u odam o'lsin. Agar Yahudi holatda o'lamdi, mayli u odam qolsa Nasara, Xristian holatda o'lamdi, hech qanday farqi yo'q. dedi. Anda bo'lgan ekan, shu odamniki haj qilishga imkoniyati bor tursin. Buni men hozirgi o'sha sirtdagi, vatanimizning sirtdagi kishilarimizda bu imkon bor. Mana hamma yerda imkon bor. Pasport chiqadi, pasport chiqmasa mayli. O'shaningizda vaqt bo'lsin chiqadi, ham puli bor. Agar puli bo'lmasa mayli. Men mushunda imkoni bor tursin. Ya kasal emas, ya u odam og'riq emas, yoki hokimiyat to'smaydi, ixtiyor qilsam mayli deydim. Men mushunda turib bu odamning o'zi islom dinimizdagi 5-rukun bo'lgan bu hajniki o'zini qilmagan bo'lsa, men kofirdan Yahudi ilkish farqi yo'q. Yani dindan chiqib ketdi deydi. Bu yerda bu hajniki rasmiy haj ekanligini bu odam bilib turib, rasmiy tushunib, o'qib turib inkor qilsa, bu arablarning ishi. Nauzubillah. Biz u yerga ishga boramiz, pul olib yo tükib beramiz arabga deb. Agar mushuni o'qimay, rasmiy o'qib turib deb qolsa, u dindan chiqadi. Bu asatga yasan gap emas. Bu arabning dini emas bu. Bu arab millat, ma din degan Allohning butun insoniyatga avatgan dini. Shu og'zimiz chiqqan gapga diqqat qilishimiz kerak. Men mushuni olib qolsa, u odamning o'zi chatoq. Yine Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivayet qilindi, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivayet qildi. Shunda bizim Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi: "Hajlar ve ömür qovchilar Alloh taolaning ömrigidir. En ulug' kishilar bu deydi. Haj qilgan ve ömür qilgan kishilar Allohniki alayda mehmini, zuyufur rahman deydi shuna. Allohning alayda ömrlari bu. Eğer ular Allah'a dua qilsa, Allah ularning duosi ijobat qiladi. Eğer ular Allah'a istighfar etse, Allah ularning gunohini mag'firat qilgan, o shunda musharraf, en ulug' bo'lgan nimalar ular kishilar. Dedi. Anda olan ekan, mana haj qilma, haj qilgan odam, umr qilgan odamning o'zi mushu hajniki, mushu umrniki sifatini saqlash kerak. Obro'yini saqlash kerak. Obro'yini saqlamay o'chaning o'zida, men haj qilaman deb, haj bo'ldim deb, undan keyin o'xshash qilsa, o'chaningiz nima bo'ladi? En og'ir gunoh bo'ladi. Mana hajniki o'zi, mana opisi tug'ilib, pokiz bo'lganda bo'ladi, haj mabrurlik degan mazmunda hadis o'qildi yani. Unda o'g'aniki shunda katta ne'matga ega bo'lgan kishilar bor. Buning hurmatini saqlash kerak. Ömür qilgan haramning hurmatini saqlash kerak. Bu odam ömür qilish, haj qilishdan burun u odam shaxsiy bir odam bo'lsa, ömür qilib haj qilib bo'lgandan keyin u odam majlis kelgandan keyin bu odam shaxsiyati tugab, undan keyin bu odamga bir hojilik yoki umram yerib keldik degan bir sifat chopiladi. O'shaningizda bu islom dininiki mana muqaddas joy bo'lgan bu inobat u odam chopiladi. Buni u odam inobat topadi. Unda o'g'andan keyin haj qilib bo'lgan, umr qilib bo'lgandan keyin holati u odam o'xshamaydi. Buni nima qilish kerak? Uni saqlash kerak. Yana Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivayet qildi. Dedi Ebu Hureyre, bu kishi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem dedi bu kişi. Anladın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de deydi. Allah'ınki ömrü 3'tür. Birisi gazi. Allah yolu cihat kılan gaziler. İkincisi haj kılan adamlar. Üçüncüsü ömür kılıcı kişiler. Ben bu 3 kişiler Allah'ın nimesi oldu, ömrü oldu. Allah'ın uluk kişileri çok buludu. Şu uluk kişi olanlıkken İslam dinimizdeki, İslam'daki şuarı nime? Beytullah, hac, ömür kılan mücahit. Men müşrik kişilerini bir adam hakaretlep, kemsitip, onu ajda kılırken bu adam nifak, münafıklaşında kıldı. Hakiki mümin, Müslüman boğan adam, men haj kılgan, ömür kılgan, cihat kılgan mücahitlerini nime kıldı, yaxşı gördü. Ama onu her kısı tıllap, her kız şekilde müşunda böhten çaplaştaki üzere, o adamdaki kalbide resmi kesellik bağı ikenligi. Münafık, nifakniki bağ ekanligi, o asli hakiki mümin, Müslüman emas ekanligini o ifodasi. Buni da saqlash kerak. Yani İbn Ömer radhiyallohu anhu rivayet qilgan dedi Ömer dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, qachoniki ushqishib qolsan sen hojiga, uni sen oldi bilan nima qilgan, salom qil va uni bilan ko'rish.
Assalomu alaykum deb berib qo'lni tutib ko'rish shu mushtaqil. U odamga sen uchun u odam o'ziniki uyga kirishdan burun sen uchun duo qilishni uchun buyur. Mana bir duo qilib qo'ysa deb ashtacha salom berib qo'llar ko'rishib ashta uyga kirishdan burun ashtacha de. Chunki men bundoq qilish men u odamning gunohi uchun mag'firatchi. U chunki u odamningki hojiniki o'zi gunoh mag'firat qilgan odam. Gunoh mag'firat qilgan odam bo'lgandan keyin shuning uchun haj kelgan vaqtimizda hoji odam oldiga chiqib uy kirishdan burun pulni ko'rishib, mana u odam duo qilishni uytib qilishimiz kerak. Shu bizning rayonimizda qanday qiladi? Mana burungi odatlarda, mana haramga berib tursa, odam shu uy kirishdan burun o shaharning sirtiga chiqib hurmatlab ashta qilib. Asli bu Allah'nınki mana mehmini, Allah'ning ömrüge, Allah'nınki alayda insanlar olgandan keyin mushda hurmat sazovariga ega. Mushunga loyiq bo'ladi. Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qilgan dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Bir adam haj qilaman yoki umr qilaman yoki men jihad qilaman deb chiqibdi. Ondaki bu adam niyat qilib chiqib bu adam shu yo'lda o'lib ketibdi. Men jihad qilgan kishi deb o'ydim bismillah deb jihad qilaman deb chiqibdi. Ya umri haj qilaman deb chiqqan bo'lsa yo'lga shu jihad qilish maydoniga yoki umr qilish yoki haj qilish joyiga berib qo'yishlar, u odam yo'lda o'lib ketgan bo'lsa, men Alloh taolo shu odamga mana rasmiy haj g'ozininki, g'ozi ya'ni mujohid, shuningdek haj qilgan odam va umr qiluvchi odamninki savobini u Alloh u odam yozadi. Ya'ni u odam jihad maydoniga bormismi? U odam umr qilgan yerga, haj qilgan yerga, Ka'baga bormismi? Men qilib bo'ldi bu odam. Haj maydoniga, mana jihad maydoniga berib bo'ldi deb mujohidning qator qanday savob bergan bo'lsa Alloh, men shu odamga ashtaqsini berdi, savob berdi. Ya'ni demak, mana haj qilishniki, umr qilishniki mena savobi mushundoq nima? Niyat qilib shuna harakat qilgandikinlar men mushtaq savob shu ega bo'ladi deydi. Unda o'g'aniki men umr qilish, haj qilish, shuningdek mena jihad qilishniki o'zi mushundoq alayda imtiyoz, alayda in'am, alayda ihsonga nima u ega deydi. Unda o'g'aniki biz qanday qilishimiz kerak? Davomli haj qilishimiz, umr qilishimiz mushtaq çok kerak. Amal bo'lgan bo'lsa. Mana oxir da'vo va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.